Oldin hammani uyda tapchan bo'lardi. Hozir o'sha tapchanlar ham kamayib ketyapti. Ko'pchilik tapchan qilmayapti. Biz hozir 4 xonali uyimizga keldik. 3 xona udvoyniy deyiladi. 3-etajda joylashgan 5 etajli domimiz. Orientirimiz esa bivshiy Manzur to'yxonasi, Yunusobod 18-kvartal. Uyimizning remontlari bez remont desak bo'ladi, lekin hamma joyda akfaromlarimiz qilingan. Umumiy maydonimiz 92 kvadrat metr. Xo'p, bu balkonimizning razmeri 2 ga 6 metr. Kuxnigaturlarimiz qilingan, tapchalarimiz bor. O'zbekona uy endi remontini bitta o'zingiz uchun asvejit qilasizlar. Bu yerda oshxonamiz bo'lgan, oshxonamizdan balkonga olib chiqib, bu yerda bitta o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Planirovkamizga umuman o'zgarish kirgizilmagan. O'sha eski planirovkasida turibdi. Sanuzellarimiz razzenniy, bu yerda hammomimiz, bu yerda esa mana hojatxonamiz, bu yerda mana o'zimizning kladovkasi bor. Xohlasanglar hammomni kladovkaga ko'chirib, oshxonani yana ham kengaytirsanglar bo'ladi. Bu yerda esa bitta родительский spalniy xonamiz, razmerimiz 3 metrga 4 metr. Oldi tarafda ham, bu tarafda ham hamma joyda akfaromlarimiz qilingan. Bu yerda esa bitta детский xonamiz. Детский xonamizning razmeri esa 3 metrga 3 metr. Bu mana podest tarafdan kirishimiz, stroyniy prixoshkalarimiz bor va zal xonamiz. Zalimizning razmeri keng, 6 metrga 5 metr. Bemalol 30 ta 40 ta mehmonlarni bemalol kutib olsanglar ham bo'ladi. Yo'l yuzdan ikkinchi joylashgan, tayyor 3 xona udvoyniy, 4 xona qilsanglar ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari srochniy 80 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.